Ishtirokchi ayollarning iste'dodlarini yuzaga chiqarish va ilhomlantirish maqsadida navbatdagi manzil ham hunarmandchilik markazi bo'ldi. Markaz rahbari Fotima Qurbonova ayollarni hunarga o'rgatib, o'z hayotlarini yangi bosqichga olib chiqishlarida hunarmandchilik ham katta yordam berishini ta'kidladi. Har bir ishtirokchi bu mavzuda o'zini qiziqtirgan savollarga javoblar oldi. Kuchli ayol loyihasi ishtirokchilari orasida aynan uy bekalari ko'p bo'lganligi sababli va aynan uy bekalarimiz uyda o'tirgan holda o'z bizneslarini yo'lga qo'yishlari uchun men ularga maxsus sertifikatlar va video darsliklarimni onlayn sifatida taqdim etadigan bo'ldim. Ular bemalol aynan mana shu video darsliklarimizdan foydalangan holda uyda o'tirib o'z bizneslarini ochishlari mumkin va daromadga chiqishadi. Ular albatta yo'llarini topib ketishadi, chunki ular yonib turibdi. Ichida hunarga bo'lgan, biznesga bo'lgan ishtiyoqi baland. Men ishonamanki, ularning ichidan ham bizga o'xshagan katta hunarmandlar yoki tadbirkorlar chiqadi.